Yunusobod 16-kvartalda ro'parasi bu yoqdan uch qahramon kurukka qarab ketaverish. Shu yerda Xonsaroy okean loyihasini 15-kvartaldan bizning yangi obyektimizga chiqyapti. 56 kvadrat. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, to'liq obzor qilib ko'rsataman. Oxirida albatta narxlarini aytib o'tamiz. Kirish eshigimizga eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi yo'lak kutib oladi. O'rtoqlar kengina qilib ishlab qo'yishibdi yo'laklarni ham. To'g'rida bo'lsa, birinchi bo'lib bitta родительский spalnisi tushyapti o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'ysizlar, mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishibdi. Bu yoqda bo'lsa, sanuzulimiz tushyapti. Mana shunaqangi holatda sanuzulimiz. To'g'rida bo'lsa, bitta mehmonxona o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu yoqdan ham balkonga chiqsak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, oshxonamiz mana shunaqangi mebel texnikalardan foydalanib qo'yishibdi. Xonsaroy okean loyihasi, demak o'rtoqlar, bolalar o'yingohlari, o'tiradigan besetkalari, avtomobil qo'yishga parkovkalari ham ishlab ketilgan. Videoni shu joyda yakunlaymiz, yana bir marta eslatib o'taman. Xonsaroy okean loyihasi uch qahramon kurukka yetmasliklardan bu yoqdan Yunusobod 16-kvartalda shundoqqina ro'parasida joylashgan 15-qavatda 56 kvadratli 2 xonali kvartirani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. O'rtoqlar, mana shu ko'rayotgan xonadonidagi 63 ming dollar so'rashyapti. Tepasiga desanglar yana kelishadigan joylari bo'ladi. Telefon raqamini qoldiraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan ko'rdik bo'ldi. Bizdan uzoqlashmaylar.